Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz obunachilar, musofirdagi yurtdoshlar. Mana navbatdagi darvozamizni yapga o'rnatib berdik. Bu darvozamiz Tojikiston Respublikasi Isfara shahriga yapga o'rnatib berdik. Darvozamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, darvozamiz razmerlari eniga 4.10, balandligi 3.20 ga bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. 2 qavatlik, mukalik variantda bo'ldi. Stoykalarimiz 8 ga 8 lik. 2,5 stenada, profillari 6 ga 4, 1.7 stenada bo'ldi. Listlarimiz 1.8 lik, 2 qavatli variantda bo'ldi. Mana bunaqa joylariga 2 ga 2 chaspaklarini 1.5 stenasidan foydalanganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Taglari shiveler har doimgidek. Mana bu holatlarda ko'rishingiz mumkin. Tepasiga setka qo'yib bering deyishdi. Setka qo'yib berdik. Ochiq qilib berdik, ochiq qilib berilaveradi xolos. Bexijolat telefon qilaverasizlar. Zamoklarimiz har doimgidek. Bu zamokda orqa tomondan ko'rsatib o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Orqalari mana bunaqa tekis holatda bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqa joylari sentr zamok. Bexijolat bitta qo'lda ochib yopilishlari mumkin. Zamoklarimizni qulflash jarayoni bu mana yumshoqqina super zamokdan qilib berilaveradi. Bu darvozamizni kvadrat metri 1.200.000 so'mdan 1.400.000 so'mgacha yapga ustanovka qilib berilaveradi. Bu darvozamiz 1.300.000 so'mlik holatda 2.5 dollarga yapga o'rnatib berdik. 2.5 dollarga mana bunaqa joyda garaj bor ekan. Bu mana hozir yaqinlashtirishga harakat qilib ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu ham bir xil holatda bo'ldi. Kimgaki shunday darvozalar qiziq bo'lsa, bir qavatli, 2 qavatli naves xizmatlarimiz ham mavjud. Bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar.